Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar. İnsanlarning o'zi, jamiyat, tabiat va koinot haqida o'ylanishi, hatto biriga oshiq bo'lib, uning bilan turmush qurishi, jamiyatda bo'lib o'tgan voqea hodisalar haqida o'z ko'z qarashini erkin ifoda qilishi, o'zining qobiliyatini joriy qildirishi, e'tiqodiy va urf odati bo'yicha yashashi, xalqini yeyishi, erkin sayohat qilishi, boshqalar bilan xotirjam aloqa qilishi, shundaqla bilim va san'at bilan shug'ullanishi tamoman cheklangan. Özlerge tanılgan ideyaga ve atalmış hakikatlerge mecburi işlendirildiğin, siyasi ve kurallık hukuku bulmagan, insanın hususi hayatı kalmagan, özlerinin kimligini bütünlüğü unutup ketip, cendinden ayrılgan tirik murdular bilen toşup ketken cemiyet ve muşundak insan kalıbından çıkan kılmışlarını sadır kılgan, mustabit ve diktatör bir devlet tasvirlangan romanı kızıksınız, hayatıda 9 parça kitap ve nurgun makal yazgan İngiliz yazgıcı George Orwell'ның dünyada zor gulgulu qozg'agan. Yazgıcı ve Uyghur Tadqiqat İnstituti tadqiqatchisi Abdurrahim Davlat tarafidan Uyg'urchaga tarjima qilingan 1984 nomli romaniga murojaat qiling. Mazkur roman siyasi ma'noda inqilob xarakterlik alaylik ega roman bo'lib hisoblanadi. Roman tunji bo'lib 1949-yili nashr qilingan va tunji ismi Yevropadagi oxirgi odam bo'lgan bu romanning nomi keyincha 1984 degan nomga o'zgartirilgan. Siyosat kitoblariga xiyoli jannatning nomi hisoblangan utopiyaning zidi bo'lgan, insonning hayotini butunlay kontrol qila olgan mustabid diktator tuzumning nomi distopiya. Çoğ birodar ve ideya saxchisiga o'xshash hukmlarni elib kirgan mazkur romanda diktator davlatning mohiyati va mingi yush haqida mukammal bir voqelik va tema tasvirlandi. Romanda dunyo hokimiyat nuqtasidan 3 ga ayrilgan bo'lib, bular Yevroasiya, Sharq Osiyo va Okeanusiyadan iborat. Okeanusiya Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya, Afrika qit'asining bir qismi va Britaniya orolini changilda tutadi. Yevroasiya bo'lsa Rossiya va Yevropani tashkil topadi. Bu davlat yangicha bolşevizm nomli hokimiyat tushunchasiga ega. Sharq Osiyo davlati bo'lsa Xitoy, Yaponiya, Koreya va Shimoliy Hindistonda hukmronlik qildi. Bu 3 davlat davomli o'zaro urush qilib turdi. Ba'zida bu 3 davlatning ikkisi birlashib olib, yana bir davlatga qarshi urush qildi. Ya'ni bu 3 davlatning urushsiz kuni o'tmaydi. Lekin bu oyga chiqmas bu urushlarning badalini eng ig'ir to'laydiganlar yana xalq bo'ldi. Bu 3 davlatning biri bo'lgan Okeanusiya mustabid va diktator tuzum bilan boshqarilgan bo'lib, öz içinde 3 qatlamga ayrıldı. Bunlar içki partiya a'zolari, tashqi partiya a'zolari ve proletariyatdan ibaret. İçki partiya a'zolari boshqa 2 qatlamga qaraganda intayin bayashat yashaydi. Tashqi partiya a'zolari bo'lsa, o'zlariga nima deyilsa, shuni shartsiz qilishi kerak. Qaysi ideya tanilsa, shuni qabul qilishga majbur. Proletariyat qatlam bo'lsa, unutilib ketgan avam qatlamdir. Okeanusiyadagi insonlar besim, qattiqqo'llik, zo'ravonlik va vahim bilan boshqarildi. Bu jamiyatdagi insonlar ommaviy uchur aloqa vositalari bilan obyektiv reallik va haqiqatlarga zid ahvollarga ishontirildi. Davlatning mag'lubiyatlarimi tashviqot vositalari bilan birer g'olibiyat dostonidek tushuntirildi. Partiya har turli uchur ma'lumotlarni qamal olgan bo'lib, xalqqa vaqtda bularni o'zgartirdi. Tarixdagi voqea hodisalar burmulinib tushuntirildi. Hamma narsa partiyaning manfaatiga asosan o'zgartirildi. Hatto tilmi bundan nisbatan oldi. Kelimelerinin ma'nolari partiyaning istigiga asosan bekitildi. İnsanların tushunchasini yuzakilashtirish, engini suslashtirish, partiya ideologiyasiga zid ideya va gap so'zlarning paydo bo'lishiga to'salg'i bo'lish uchun erkinlik, qarshi chiqish, isyon qatorli uqumlar tildan butunlay o'chirib tashlandi. Partiya qo'sh o'ylash degan usuldan foydalanib, bir-biriga zid kalimalarning ma'nosini birlashtirib, insonlarning kallasida mujmallik paydo qildi. Bundaq bo'lsa, hokimiyatga zid ideyalar paydo bo'lmaydi. Partiya bir so'zga qandoq ma'no bergan bo'lsa, yoki bir so'z bilan nimani ifodalashni degan bo'lsa, insonlar so'zlarni mushundoq tushunadi. Masalan, Tinchlik ministrligi urushlarni planlaydi, jang qiladi. Mo'llik ministrligi ochliqlarni cheklaydigan ishlarni qiladi. Meri shafqat ministrligi qiyin qistoq ishlarini qiladi. Haqiqat ministrligi bo'lsa, jamiyatni televizorlar bilan kuzatib, mikrofonlar bilan anglab turadi. İdeya saxchilari hokimiyatga zid ideyalarga ega bo'lg'uchilarni qo'lga tushirib, qattiq betaraf qiladi. Bu jamiyatda insonlarning
barliq harakatlarni kuzatib turadigan sistemalar bor edi. Masalan, yoshirin bir kuch insonlarni televizordan ko'rib turdi, anglab turdi. İnsanlar qayerga bormasin kontrol qilindi. Cheklama, to'solg'u va vahima qaplab ketgan jamiyatda insonlar o'zini qandoqmi erkin his qila olsin. Albatta, erkin his qilishi mumkin emas. Bu jamiyatda ajoyib tariqada ming yush qilmishi ilib berilgan bo'lib, insonlarning ko'p qismi bayon qilgan yoki ifoda qilgan bir narsa topolmaydi. Hammadan echinishli bo'lgan shuki, nurg'un bola o'z oilasini ideya soqchilariga hech ikkilanmasdan chaqqidi, arz qildi, shikoyat qildi. İnsanlar bir-birlariga sevgi, mehr-shafqat, kuyum bilan muomala qilishning o'rniga nafrat, qo'pollik, haqorat, dushmanlik bilan muomala qilishadi. Romanning bosh personaji Winston Simmons boshqa fuqarolarga o'xshash o'ziga nima deyilsa, nima buyruq berilsa, nimaga ishonish kerakligi deyilsa, shuni qilishga majbur bo'lgan odatdagi kishidir. Atrofida bo'lib o'tgan inson qalbidan chiqqan bu hodisalarni tushunishdan ojiz bo'lgan Winston siyosiy tashviqotlarga boshqalarga o'xshash qatnashishga majbur. Lekin u bu ishlarga ko'nglining bir yerida qattiq norozidir. Shunga uyga qaytganda davlatning bu qilmishlariga bo'lgan qarashlarini yezib xotirlab turdi. U o'zining qarashlarini maxfiy yezishning ig'ir jinoyat ekanligini bildi. Lekin yana u orzusiga va qalb nidosiga quloq solib, qarashlarini yezishni davomlashtirdi. Bosh personaj Winston haqiqat ministrligida ishlaydigan xodim bo'lib, vazifasi tarixda bo'lib o'tgan voqealarni o'zi yashagan davrning sharoitiga asosan qaytadan ratlab o'zgartib yezib chiqishdir. Ya'ni tarixdagi voqealarni mustabid davlatning irodasiga asosan ratlab chiqib yezishdir. Bir partilik hakimiyet tuzilmasi bo'lgan Okyanusyaning hakimiyet beshida Cho'ng Birodar ismli bir shaxs bor bo'lib, uni hech kim ko'rib boqmagan. Hatto uning qachon tug'ilganligi noma'lumdir. Hammadan kulkulik bo'lgani bu Cho'ng Birodar o'limsizdir. Lekin uning aytganlari ideyasi har vaqt hatto tarixning yo'nalishiga, haqiqatga zid bo'lsa-mu, yana mutlaq to'g'ri qabul qilindi. Bu Cho'ng Birodar bir kun burun deganini aytisi boshqa bir tariqada desimi bo'laverdi. Bu Cho'ng Birodarning bu ideyasi va deganlarini shu minut, shu sukunatda yezish, ya'ni o'tmishni, tarixni o'zgartib, burumlab yezish, haqiqat ministrligida ishlaydigan Winstonning bosh tortib bo'lmaydigan burchidir. Romanda tasvirlangan jamiyatdagi insonlar uylar, ko'chalar, ish o'rinlari bo'lib, har yerda televizorlar, ya'ni ekranlar bilan har vaqt kuzatildi. Bu jamiyatda oila hukmi to'liq yo'q qilina olmaganlikdan kichik yoshdagi bolalar muayyan seviyada majburiy ta'lim-tarbiya oladi va vaqt kelganda o'z oila a'zolari, urug' tuqqanlarining barliq ahvollarini aloqador o'rinlarga, ya'ni ideya soqchilariga ma'lum qilish va cheqish uchun tarbiyalandi. Televizor ekranlari ideya soqchilari insonlarga soyidakla ergishib yurdi. Ishlash, ya'ni emgak qilish va uxlashning sirtidagi barliq bo'sh vaqtlar jinoyat hisoblandi. Chunki davlatni kontrol qilib turgan Cho'ng Birodarning ko'zi insonlarga maqtaq qadalgan. Yoki bo'lmasa, insonlar intayin kuchli bir ko'zning o'zlarini kuzatib turayotganligini his qilibla yashashga ko'nib ketgan. İnsanlarning bir yerga yig'ilib suhbat o'tkazishi, ma'lum bir tema ustida munozara olib berishi cheklangan. Insonlar yuz ko'rishadigan birdan-bir obyektiv real dunyo Cho'ng Birodarning televizor ekranidan qilgan tashviqotidir, so'zidir, gapidir. Tushlarmu kontrol va tizgin ostida bo'lgan mushundaq bir zamonda yoki jamiyatda nikohlarmu partiyaning asosiy qonuni orqali olib berildi. Partiya va partiyaning ideologik quroli hisoblanadigan asosiy qonunning ruxsatisiz hech kim turmush qura olmaydi. Hatto kimning qachon turmush quradiganligini partiya bekitib berdi. İnsanlar barliq erkinlik va huquqlardan mahrum qilingan mushundaq bir jamiyatda romanning bosh personaji Winston o'zini qattiq bo'rxtumliq ichida his qildi. Ba'zida bosh personaj Winstonning kallasiga o'tmishda 5 oy kelganligini o'ylagan hodisalar keldi-yu, lekin bular xiyolmi yoki haqiqatan rost bo'lgan o'zining o'tmishimi, bunimi farq etolmaydi. U mushundaq bo'lishiga qaramay, yoshirin holda kunlik xotir yezishni o'ylaydi. U istiqillik holda o'ylaganlarini, 5 oy kelganlarini xotir qoldirishga tutish qildi. Uning kunlik xotirasiga yozgan tunji jumlasi mundaq: Cho'ng Birodardan nafratlanaman.
u mushi desin chiqish qilib atrofni kuzatishga boshlaydi. O'ziga o'xshash o'tmishi va hozirgi ahvoli ustida o'ylangan birisini tepishga tirishadi. U oxiri ishchilar partiyasi a'zosi bo'lgan O'Brayni topadi. Lekin bu kishi to'limi qo'pol ko'rinadigan kishi edi. Bosh personaj Winston insonlarning yuzma-yuz turib suhbat o'tkazishi, o'zaro paranglishi cheklangan bo'lganlikdan hamma yerda insonlarni kuzatib turadigan, ekranlar anglab turadigan tomoshabinlar bo'lganlikdan bu odam bilan qanday yaqinlashishni bilolmaydi. U mushuni xiyol qilib bir necha kun o'tkazadi. Bir kuni u ishdan tushgandan keyin proletariyat mahallasiga boradi. U ko'chada tiz-tiz mengayotganda ko'n bir do'konni uchirtdi va ichiga kirdi. U shunchalik xatarlik bo'lishiga qaramay, eski tuski narsalar sotiladigan bu do'kondan chiqib kelmaydi. U shu kundan boshlab har kuni ishdan tushib bu do'konga keladigan bo'lib oldi. Bu ko'n do'konda kuzatib turadigan televizor ekranlari bo'lmaganligi uchun o'zining kuzatilmaganligini o'ylab xotirjam his qildi. Bosh personaj Winston uzundan buyon bir qizni paylab yuratdi. Winston ba'zida kalasidagi his tuyg'ular sababidan bu qizni o'ldirishni o'ylasimi, lekin uning bu qizni o'ziga hamroh qilg'usi bor edi. Hamma odamning shpion bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan bu kunlarda bu qizga Winston qat'iy ishonmaydi. Lekin o'ylamagan bir yerdan bir kuni ismi Julia bo'lgan bu qiz ish o'rinida Winston bilan aloqa qurdi. U qiz kichik bir qog'ozga Winstonni yaxshi ko'radiganligini, shunga uning bilan ko'rishishga borligini yozdi. Xatni o'qigan Winston qattiq hayajonlandi va u qizga bo'lgan barliq gumonni yo'qotib, uning bilan ko'rishdi va aloqani quyuqlashtirdi. Vaqtning o'tishiga erishib, ikkisi o'rtasidagi munosabat borgancha kuchaydi. Bu ikkilarning eng cho'ng o'rtaq nuqtasi har ikkilisining partiyadan nafratlanishidir. Kundan kunga aloqasi quyuqlashgan bu ikkilar uchrashish uchun maxfiy joy tepish ehtiyoji his qildi. Shuning bilan Winston proletariyat mahallasidagi eski tuski do'konning ustidagi uyni ijaraga oldi. Bu oraliqda Winston O'Brien bilan tanishish fursatiga erishdi. O'Brienning partiyani yaxshi ko'rmaydiganligini uqdi. Ular birlikda cho'ng birodarning tangan haqiqatlarini emas, o'zlari istagan haqiqatni tepishga qaror qildi. Issiq bir oqshomda maxfiy uyda uchrashgan Winston bilan Julia partiyaga qarshi gap qilayotganda yot bir ovozni anglab qattiq cho'chib ketdi. Ovozning tamg'a o'rlashtirilgan mikrofondan kelganligini uqqanda qattiq qo'rqib ketdi va qachish ehtimolining yo'qligini tushundi. Ideya soqchilari bu hikoyalarni tutib olgan bo'lib, ularning oqibati aniq edi. Winston soqchilarning qo'lga tushganda, soqchilarning beshidagi kishining O'Brien ekanligini ko'rib qattiq hayron qoldi. Uni texim hayron qoldirgani bo'lsa, eski tuski do'konning egasi Charvetningmi ideya soqchisi bo'lishi edi. Winston va Julia turmaga tashlandi. Ular ayrim-ayrim kameraga solindi. Winston yotgan kamerada boshqa mahbuslar bor edi. Bularning ichidagi ba'zilarini taniydi. Mahbuslar hammadan bak 101 nomerlik kamera degan gapni anglasa qo'rqib ketadi. Bir kuni Winston 101 nomerlik kameraga solindi va Winstonga qattiq qiyin qistoq qilindi. Winston qiyin qistoqda o'zi sodir qilmagan jinoyatlarni o'zi qilgandek e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Hatto Winston o'ziga qancha vaqt qiyin qistoq qilinganligini bilolmaydi. Winstonga soqchilarning beshidagi O'Brien qattiq ishkanja va qiyin qistoq qildi. O'Brien Winstonga Juliyaga bo'lgan sevgisidan voz kechishini deydi. Voz kechmasa, beshini chashqalar bilan o'xshash sanduqqa solish bilan tahdid soldi. Chashqandan qattiq qo'rqadigan Winston Juliyaga bo'lgan oshiqidan voz kechdi. Qisqasi, bechora Winstonning qamoqda mengisi tamoman yo'yilib, qalbidagi sevgi, kallasidagi tushunchlar butunlay sukib elindi. Hatto u o'zini aynakdami tuniy olmaydi. Hayotdan umidini uzib, o'limni kutib yotgan Winston bir kuni tuyuqsiz qo'yib berildi. G'alati yeri shuki, shuningdan keyin Winstonni hech kim kuzatmaydi. Hech kim gaplarini maxfiy tinishmaydi. Bosh personaj Winston beshiga kelgan bunchalik ig'ir dishvorchilik va azob oqibatdan keyin tamamen xudini yo'qtidi, aqlidan adashadi. Ya'ni uning nisbatan 2 ni 2 ga qo'shsa, hargizmi 4 emas, balkim 5, balkim 3 bo'lishi mumkin. Bu yerdagi eng ishonchli javob partiyaning bergan javobidir. Qisqasi, bu jamiyatda hech nimani bilmaslik, ya'ni nodonlik, erkinlik bo'lib qolgan edi. Bosh personaj Winston o'zi ishonmasimi, davlatni parda orqasida turib boshqarayotgan cho'ng birodarni yaxshi ko'radigan bo'lib qolgan edi. Ya'ni bosh personaj Winston o'zining jonlatiga oshiq bo'lib qolgan edi. Winstonning tirik murdidan farqi qolmagan edi. Roman mushu echinishi qurlar bilan oxirlashdi. Xayr xo'sh.